Allohim nabiramni ilohim ko'zlariga nur ato qilsin. Bergan ehsonlaringiz dargohida qabul bo'lsin. Ko'pni duosi ijobat deydilar. Har doim nabiramda duoda bo'linglar. Ilohim berganlaringizga Allohim mingini bersin, xonadonlaringizga barakalar yog'dirsin. Ilohim mana shu sababchi bo'lib qolganlar. Go'dagim Oyshaxonni ko'zlarini ko'rishga sababchi bo'lib qolganlarni Ilohim Allohim har doim yorlaqib yursin. Xonadonlarida yaxshi kunlar bo'lsin. Oyshamam yaxshi bo'lib ko'zlari bu yorug' olamlarni ko'rib ketsin. Har doim duoda bo'linglar. Ko'pni duosi ijobat bo'ladi. Hammalaringizga rahmat. Amin. Allohu akbar. Mana Oyshaxon uchun qilgan ehsonlaringizga ming bor rahmat aytaman. Alloh rozi bo'lsin qilgan ehsonlaringizdan. Ilohim xonadonlaringizga barakalar olib kirsin. Zamona qizimiz Oyshaxonni ham ko'zlari yaxshi bo'lib ketsin. Oyshaxonni Toshkentga bir marta operatsiya qildirdik. Moskvaga borib bir marta operatsiyasi o'tkazildi. 2 marta operatsiya bo'ldi. Hozir mana yana operatsiyaga olib kelinglar degan. May oylarida nasib bo'lsa olib bormoqchilar. Bizga mana shu operatsiyaga mablag' yetmaganligi uchun mana shu sizlarga iltimos bilan chiqdik. Shu Oyshaxonga qo'llaridan kelgan yordamni qilinglar. Alloh rozi bo'lsin. Mana judagina Oyshaxon Ilohim dunyoni ko'rib ketsin. Yuzlari yaxshi bo'lib ketsin. Tengdoshlari qatorida o'tar. Sizlar sababchi bo'linglar shunga. Mana biza shu Oyshaxon yaxshi bo'lishi uchun davlatdan kredit oldik. Qo'limizdan kelgan hamma yordamni qildik. Ozroq mablag' yetmagani uchun mana shu blogerlar orqali sizlarga iltimos qilib chiqdik. Qo'llaringizdan kelgan yordamni qilinglar. Shu go'dakkina noumid bo'lmasin. O'ynab ko'zlar yorug' olamni ko'rib yashasin. Ular dargohida qabul qilsin. Birlaringizga ming bersin ilohim. Kim shu go'dak uchun iltijo qilsa iloh Xudodan unga yaxshiliklar qaytsin. Hammalaringizdan iltimos qilib so'rayman. Do'stlar, shu go'dakkina yordamlaringizdan ayamanglar. Ilohim hamma qilgan ehsonlaringiz Xudo dargohida qabul bo'lib, go'dakkinam yaxshi bo'lib ketsin ilohim. Yaxshi bo'lib ketishiga sababchi bo'lib qolinglar. Har doim duoda bo'laman.
Bu